Yana Qalqonsimon bez to'g'risida, ya'ni buqoq to'g'risida. Aynan hozirgina patsientimni o'sha murojaatidan keyin sizga shu rolikni oldim. Bilasizmi, juda ko'p patsientlarimda haqiqatan tekshirayotganimda Qalqonsimon bezda, buqoqda muammo juda ham kuchli, lekin menda yod ko'p deydi. Yod ichish mumkin emas, opa deydi. Mana shuning uchun ham juda ko'plarimiz uchun bu kerakli bo'ladi deb shu rolikni sizlarga armon qilmoqchiman. Keling bir mulohaza qilib ko'raylik. Biz qayerda yashayapmiz? Dengizdami? Har kun dengiz o'tlarini yeyapmizmi Yaponiyada? Yoki bo'lmasa har kun baliqlar yeyapmizmi? Endi o'ylang, qayerdan biz tanamizga yod ko'p bo'lishi mumkin? Yo'q. Unda sizda yod yetarli bo'lsa, siz qanday qilib buqoqda muammo bo'lib chiqqanini o'ylab ko'ryapsizmi? Bugun mutaxassis sifatida bu narsaga umuman boshqacha qarayman. Bizni yod topolmagandan keyin mana shu buqog'imiz yodga o'xshagan boshqa minerallarni o'ziga torta boshlagan. Qo'pol qilib aytaman, yod sinergistlari deyiladi, boshqa metallarni torta boshlagan. Ftor, brom, xrom, mana buni biz tanamiz yod deb o'ylayapmiz. Aslida biz juda yaxshi bilamiz. Buqoq uchun yod kerak. Mana shu mikroelementsiz bizda buqoq o'z ishini bajara olmaydi. Ya'ni u o'zidan gormon ishlab chiqarishi uchun aynan mana shu element kerak. Bu elementni biz chetdan olamiz, yo'q iloji. Lekin o'zimizcha to'lib qopti-ku, demak yod ko'p ekan deb o'ylaymiz. Yo'q. Bugun bir haqiqatni ochmoqchiman. Har kun har bitta joyimizga mana shu mikroelement kerak bo'lganligi sababli tanamiz uni tortishga harakat qiladi. U yo'q bo'lgandan keyin o'rnini shunga o'xshagan boshqa keraksiz narsalarni tortishga majbur bo'ladi va u to'lib turadi va ishlay olmaydi. Buni ishlay olmasligiga sabab, birinchi sabab yodni yetishmasligi. Yana bir haqiqat. Bizni tanamizga yod nafaqat buqoqga, bizga ko'kraklarimiz uchun ham, reproduktiv sistemamiz uchun ham bepushtliklarning kelib chiqish asl sabablari ham bunda. Butun har bitta hujayramiz energiyani olishi uchun yod reseptorlari, ya'ni yod kerak ekan. Biz tanamizda yod ko'p deb yod yemayapmiz. Qolgan organlarimiz nima bo'ladi? Shuning uchun ham bizda bepushtliklar, shuning uchun mastopatiyalar, bugun kimda mastopatiya bo'lsa, bu albatta sizga ham tegishli. Shuning uchun bizda mioma kistalar kelib chiqyapti va eng yomoni yod buqoq faqat o'zi uchun ishlab qo'ymaydi. Buqoqdagi o'zgarishlar asab sistemamizga, immun sistemamizga, reproduktiv sistemamizga, eng keraklisi hazm sistemamizga ta'sir qiladi. Buqoqni zaporga, ichakka nima aloqasi bor deysiz? Aynan aloqasi bor. Agar bu haqda ko'proq ma'lumot berishni iloji bo'lganda men sizlarga bergan bo'lardim. Shuning uchun platforma qisqagina vaqtda nimanidir yetkazishga asoslangan. Agar ko'proq buqoq haqida yod to'g'risida ma'lumotlarni bilishni istasangiz, demak Telegram kanalimda bu haqda har kun kerakli ma'lumotlarni berib boraman. Yoki yod so'zini qoldirib, bemalol mendan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin.